Assalomu alaykum aziz dindoshlar. Tajvid darslaridan 84-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz sajda oyatlari, sajda oyati o'qilganda o'qiladigan duo va sajda oyatiga tegishli bo'lgan savol-javoblarga bag'ishlangan hisoblanadi. Bugun 84-darsimiz umumiy holatda sajda oyatlari haqida demak gaplashib o'tamiz ekan. Xo'p, daftarga tushunchalarni keyin bir boshdan sekin-sekin yozib boraveramiz. Masalan, birinchi masalamiz sajda oyatlari nima degan masalaga keladigan bo'lsak, hozir men sizga batafsil holatda ko'rsatib beraman. Xo'p, sajda oyatlari nima deganda, misol uchun Qur'oni Karimda ochadigan bo'lsangiz, misol uchun 597-betda Alaq surasi bor. 96-sura hisoblanadi Qur'oni Karimda. Ushbu suraning oxirida mana quyidagi belgi bor mana. Ushbu belgi qayerda ko'rib qolsangiz Qur'oni Karimda o'sha oyat sajda oyatlari hisoblanadi. Misol uchun mana aytib o'tganimdek, Alaq surasini oxirida ko'rib qoldingiz. Bu demak sajda oyati bor bo'lgan belgi hisoblanar ekan. Ya'ni ushbu belgi qo'yishdan maqsad ushbu oyatni o'qiganingizdan so'ng sajda qiling, sajda qilish vojib bo'ldi degan ma'noni bildiradi. Ushbu belgi Qur'oni Karimda 15 ta joyda mavjud. Xo'p, endi Hanafiy mazhabiga ko'ra 14 ta joy hisoblanadi, lekin 15 ta joyda ham masalan sajda qilib qo'ysangiz zarari yo'q. Buni keyin gaplashamiz. Xo'p, umumiy holatda sajda oyatlari nima ekan? Sajda oyatlari deganda Qur'oni Karimda qayerda mana shu belgini ko'rib qolsangiz, o'sha oyat sajda oyati hisoblanadi. Qanday e'tibor bersangiz, ushbu belgidan oldinda chiziq bo'ladi. Bu chiziqning vazifasi nima desangiz, mana shu chiziqning tagidagi so'zni o'qisangiz, misol uchun oxirgi oyatni o'qiyapman-da, mana shu so'zni o'qidimmi, chiziqning tagidagi so'z bo'ldi. Sajda qilish menga vojib bo'ladi. Umumiy holatda shu. Endi keling, umumiy holatda batafsil gaplashamiz. Tushunarli, demak, sajda oyati deganda mana shu belgisi bor bo'lgan surani ko'rib qolsangiz, o'sha oyat sajda oyati bor bo'lgan oyat hisoblanadi. Keyin endi keyingi masala. Keyingi masalasiga kelsak, endi misol uchun sajda oyatini o'qigan va eshitganlarga sajda qilish vojib bo'ladi. Bu nima degani? Xo'p, misol uchun men hozir Alaq surasini misol uchun xatm qilyapman. Tasavvur qiling, Qur'onda o'qib kelyapman, masalan, Alaq surasini o'qib o'tiribman, o'qiyapman-da, o'qib ketyapman. 19-oyatga keldi. 19-oyatni ham o'qib bo'ldim, qarasam sajda oyati turibdi. Men o'qidim hozir, to'g'rimi? O'qidimmi? Demak, mana shu belgini ko'rdimmi, menga sajda qilish vojib bo'ladi. Men o'qidim, hozir siz eshitdingiz mana shu oyatni, eshitganlarga ham vojib bo'ladi. Demak, umumiy xulosa, kim sajda oyatini o'qisa, o'sha odam sajda qilishi vojib, sajda qilishi kerak, shart. Yonida kimdir o'tirgan bo'lsa, masalan, o'sha 4 ta odam o'tirgan bo'lsa, o'qiganimni eshitsa, men ularga ham aytaman, men hozir sajda oyatini o'qidim, sizlar ham sajda qilib qo'yinglar deyman. Tushunarli? Endi savol tug'iladi. Qanday qilib sajda qilinadi? Hozir men qanday qilib sajda qilishni ko'rsatib beraman, keyin qolgan masalalarni gaplashamiz. Biz o'qidik, eshitdik, bo'ldi, bizga vojib bo'ldi. Endi nima qilamiz? Endi ana Qur'onni bunosini shu joyga qo'yamiz. Nus bo'ladi-ku mana. Shu joyga qo'yamizda va shu joy kelgan joyimizga Qur'onni yopamiz. Bo'ldi, bizga vojib bo'ldi. Qur'onni yopamiz. O'qib o'tirgan bo'lsak ham Qur'onni yopamiz mana. Va o'rnimizdan turib, joyimizga boramiz sajda qilish uchun mana. O'rnimizdan turdik va Qur'on kitobini yopdik. Xo'p, mana ketdik sajda qilishga. Va hozir joy namozi ustiga borib sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p, mana joy namozimizni qiblaga qarab solib oldik. Mana qiblaga qarab joy namoz solib olgandik. Endi joy namoziga chiqamiz va niyat qilamiz. Niyat quyidagicha bo'ladi. Niyat qildim sajdai tilovatni, sajdasini qilmoqlikni, yuzlandim qiblam Ka'batullohga, xolis Alloh uchun. Niyat qilib bo'ldik. Endi hozir Allohu akbar deb sajdaga ketamiz. Diqqat qilinglar, qo'llar ko'tarilmaydi. Niyat qilib bo'ldikki, masalan, namoz Allohu akbar qo'l ko'tarardik, bunda qo'l ko'tarmaymiz. Allohu akbar deymiz, to'g'ri sajdaga ketamiz. Allohu akbar deb to'g'ri sajdaga ketadi. Subhan robbiyal a'la, subhan robbiyal a'la, subhan robbiyal a'la dedi-da Allohu akbar deb yerdan bir oyog'ini uzib olib qaytadan o'tiradi. Endi ushbu duo o'qilinadi. Duoning matni ekranda turibdi, shunga qarab o'qib ketaveramiz. Sajadtu lir-Rahman va amantu bir-Rahman faghfir li dhunubi ya Rahman. Sami'na va ata'na ghufranaka robbana va ilaykal masir. Rahmatika ya arhamar rohimin. Shu bilan biz tilovat sajdasini qilib bo'ldik. Tilovat sajdasi xuddi shunday holatda qilinadi ekan. Xo'p, qanday qilib sajda qilishni ko'rsatib berdim. Eshitgan odam ham, o'qigan odam ham xuddi shunday holatda sajda qiladi ekan. Misol uchun mana aytdim-man, uyda o'tiribman deylik. Hozir men o'qidim, sajda qildim, uydagilarga aytaman. Mana men shu yerda sajda oyati bor surani o'qidim, sizlar ham sajda qilib qo'yinglar deb aytaman. Ular ham shunday holatda demak ko'rsatib berganimdek sajda qilishadi
va duosini o'qib qo'yishadi. Shunaqa. Endi keyingi masala, xo'p, qanday sajda qilishni ko'rsatib berdim va sajda duosi masalasiga kelsak, hozir ekranda duosi ham chiqdi. Lekin siz sajda oyatini shu o'qigan duomiz bor, o'shani to'liq holatda o'rganmoqchi bo'lsangiz, biz o'tgan darsimiz, ya'niki tajvid 83-dars u duoni to'liq sharhlab, batafsil holatda o'rgandik. Agar siz duosini bilmasangiz, YouTube'ga kiring, tajvid 83-dars deb yozing, o'sha duoni batafsil holatda sharhlab ko'rsatib berganmiz. Xo'p, keyingi masala. Endi misol uchun men hozir ushbu surani o'qidimda aytdim. Hozir men sajda surasini o'qidim, misol uchun sajda qo'ylar desam, ichdan bir kishi aytishi mumkin, hozir men tahoratim yo'q edi, sajda qila olmayman desa nima bo'ladi? Unda holatda masalan, o'sha insonlardan bittasini misol uchun tahorati yo'q bo'ladigan bo'lsa, u hozir sajda qila olmaydi. Chunki sajda qilish uchun ham xuddi namozdagi shartlar topilishi kerak. Tahorat bo'lishi kerak, namozdagi shartlar umumiy holatda. Xo'p, o'sha inson nima qiladi? Qachonki masalan tahorat qilishga sharoiti bo'lsa, tahorat qilib, keyin sajda qilib qo'yish kerak bo'ladi. Bu qarz bo'lib qoladi. Bu ham xuddiki farz namozlarga o'xshab, namoz o'qimagan odam qanaqa qarzlar o'qib qolsa qazo bo'ladi. Bu ham shunaqa narsa. Sajda ham shunaqa. Masalan, o'z tahorati yo'qmidi bir insonni, men aytadi, men keyinroq qilib qo'yaman, tahorat olgandan so'ng deyiladi. Shunaqa. Endi yana bitta masala kelib chiqadi bundan. Sajda oyatini eshitgan odam, misol uchun, sajda oyatini eshitgan odam o'sha zahoti sajda qilish kerakmi degan masala kelib chiqadi, to'g'rimi? Masalan, hozir sajda qilaman desa, masalan, tahorati yo'q bir insonni nima qiladi? O'sha zahot sajda qila olmaydi. Demak, bu bitta keyingi masala kelib chiqadi. Agar imkoniyati bo'lmasa, keyinroq tahorat qilib, demak, nima qilish kerak ekan? Sajda qilib qo'yish kerak ekan. Ya'niki eshitdingmi, tur sajda qil demaymiz. Umumiy holatda tahorat qilib sajda qilib qo'yasiz deb aytilinadi. Siz qarz bo'lib qoldingiz deb aytiladi lekin. Siz qarz bo'lib qoldingiz deyiladi. U odam masalan tahorat qilgan payt esdan chiqib qolsa, ertaga esdan chiqib qolsa, masalan, to umrini oxirigacha shu qarz bo'lib qoladi. Nima qilish kerak ekan? Sajda qilib qo'yish kerak. Lekin qasddan kechiktirish bo'lmaydi. Agar qasddan kechiktiradigan bo'lsa, gunoh hisoblanadi ekan. Xo'p, demak, 5-masala tushunarli. Tahorati yo'q odam tahorat qilgandan keyin qiladi. Xo'p, 6-masala. Endi 6-masalada misol uchun bir odam masalan junub holatda bo'lsa yoki ayol kishi hayz holatida bo'lsa nima bo'ladi? Buni quyidagi savol-javob orqali ko'rib ketamiz. Diqqat qilamiz. Savol-javobimiz rasmiy manbadan olinyapti. Manba raqami 227653-savol. Xo'p, assalomu alaykum. Ayol kishi junub holida yoki hayz holatda sajda oyatini eshitsa, sajda qilsa bo'ladimi? Zikr oxiridan so'rang hayati. Va alaykum assalom. Tilovat sajdasi uchun tahoratli bo'lish, avrat to'silgan bo'lishi, qiblaga yuzlangan bo'lish shart qilingan. Tahorati yo'q kishi, hayzli ayol va junublar poklanganlaridan so'ng sajda qilib qo'yishlari lozim bo'ladi. Vallohu a'lam. Bu masalamiz ham ketdi. Endi keyingi masalaga o'tamiz. Sajda qachondan boshlanadi? Keling, buni quyidagi savol-javob orqali ko'rib ketamiz. Savol: chaqaloqqa Qur'on o'qib beramiz. Chaqaloq sajda oyatini eshitganda masalasi qanday bo'ladi? Zikr ahlidan so'rang hayati. Va alaykum assalom. Balog'atga yetmaganlarga tilovat sajdasi vojib emas. Vallohu a'lam. Demak, sizda masalan yosh bola bo'ladigan bo'lsa, siz Qur'oni Karimdan sajda oyatlarini o'qiydigan bo'lsangiz, unga nima ekan? Vojib bo'lmar ekan. Umumiy xulosa, sajda oyatlari balog'atga yetgandan keyin vojib bo'lar ekan. Balog'atga yetmaganlarga tilovat sajdasi vojib emas. 8-masala. Endi bir inson aytishi mumkin, men sajda oyati bor bo'lgan surani yodlamoqchiman. Misol uchun mana Alaq surasi. Xo'p, Alaq surasini yodlamoqchiman. Shu yodlayotgan paytimda misol uchun 50 marta o'qishim mumkin. To'liq yodlab olganimcha yoki 100 marta, 20 marta o'qishim mumkin. Shunda har o'qiganimda sajda qilamanmi degan masala bor. To'g'rimi? Masalan, 20 marta o'qisa 20 sajda qilamanmi degan masala bor. Ushbu masalani keling ushbu savol-javob orqali ko'rib ketamiz. Savolning manbasi 41850-savol. Xo'p, javob: va alaykum assalom. Bir joyda o'tirib, necha marta o'qisangiz ham bir marta sajda qilinadi. Joyda o'zgartirib yana o'qisangiz, yana sajda qilasiz. Vallohu a'lam. Demak, umumiy holatda xulosa qiladigan bo'lsak, sajda oyati bor bo'lgan, masalan, birorta surani yodlash uchun 50 martami, 100 martami xohlagancha o'qisangiz ham, mana shu o'tirgan joyingizda masalan, bitta joyda o'tiribsiz uyda, yodlash uchun qayta-qayta o'tirib, bitta joyda qayta-qayta o'qisangiz, oxirida bir marta sajda qilib qo'yasiz, bo'ldi. 50 marta o'qigan bo'lsangiz ham, 100 marta o'qigan bo'lsangiz ham, oxirida bir marta sajda qilib qo'yasiz. Faqat joy o'zgarmagan holatda bo'lishi kerak. Masalan, yodlayapsizmi? Faqat bitta joyda o'tirib yodlashingiz kerak. Endi qarang, masalan, bitta joyda o'tiribman, 50 marta o'qidim. Bitta ishim chiqib qoldi. Boshqa joyga o'tirdim, masalan, boshqa joyga bordimda, ertaga o'tirib bir 100 marta o'qidim, to'g'rimi? Endi 2 marta joyim o'zgardi, to'g'rimi? Bir marta masalan uyda o'qidim, bir marta masalan ko'chada 100 marta o'qidim, 2 marta o'qidim jam.
ikkita joyda o'qidim. Demak, 2 marta nima bo'lar ekan? Sajda vojib bo'ladi. Shunaqa. Lekin bitta joyda o'tirib, masalan, uyda qayta necha marta o'qisangiz ham, oxirida yodlab olganingizdan so'ng bir marta lekin sajda qilib qo'yishingiz kerak. Umuman qilinmaydi emas. Joy o'zgarmagan holatda necha marta o'qisangiz ham oxirida bir marta sajda qilar ekansiz. Manba turibdi mana 41850-savol. Hammasini rasmiy saytlardan olyapmiz. Davom etamiz. Xo'p, 9-masala. Telefon orqali eshitsak, sajda qilamizmi? Misol uchun nima nazarda tutsa bo'ladi? Misol uchun boyagi o'ylaymiz. Mana men Alaq surasini yodlayotgan edim. Masalan, telefonni yo'qdimda bitta qorini audiosini eshitdim. Yodlash uchun audiosini eshitib, o'tirgan joyimda eshityapman. Telefon orqali boshqa bir insonni o'sha ovozini eshitsam, sajda qilamanmi degan masala bo'lsa, ha, sajda qilasiz. Shunaqa. Masalan, telefon orqali bo'lsa ham yoki bo'lmasa uyda o'tirib televizorda ko'rsangiz ham, mana shu sajda oyati bor bo'lgan oyatni televizorda eshitsangiz ham yoki telefonda eshitsangiz ham, kasetada eshitsangiz ham farqi yo'q. Internet orqali eshitasizmi yoki bir boshqa qurilmalar orqali ovoz yozadigan qurilma orqali eshitasizmi, farqi yo'q. Qaysi qoradan eshitsangiz, bunda ham nima qilar ekanmiz? Sajda qilamiz ekan. Masalan, Alaq surasini misol uchun boyaga o'ylaymiz, mana misol uchun qarang. Mana men Alaq surasini yodlab o'tiribman misol uchun. Bir 50 marta o'qidim. To'g'rimi? 50 marta o'qidim. Menga o'zi joyimni o'zgartirganim yo'q, shuning uchun bitta sajda qilish vojib bo'lgandi. Endi shu tilovatini yaxshilash uchun bitta qorini qo'ydimda, tilovatlarini uni ham eshitdim. Masalan, u qorini masalan o'tirgan holatimda 100 marta eshitsam, 200 marta eshitsam bitta qorini qarang. Masalan, bitta qorini 100 marta eshitsam, 200 marta eshitsam ham, yana bitta tilovat sajda qarz bo'ldim. Ikkita qarz bo'ldim. Birinchisi o'zim o'qiganim uchun qarz bo'ldim. Ikkinchisi ushbu qorini eshitganim uchun qarz bo'ldim. Tushunarlimi? Demak, eshitsak ham qarz bo'lamiz. 50 marta eshitsam o'sha qorini bir marta, lekin qarz chunki joy o'zgarmayapti, bir marta. Endi misol uchun bu qorini eshitdimda, endi boshqa qorini eshitmoqchiman. Boshqa bir qorini eshityapman. Masalan, qorini o'zgartirdim. Boshqa bir qorini, masalan, Shayx Alijon qorini eshitmoqchiman endi. Endi Shayx Alijon qorini masalan o'qiganlarni eshityapman. Endi qori o'zgardi. Ularni ham 50 marta eshitdim. Endi 3 ta sajda vojib bo'ladi menda. Keyin Shayx hazratlaridan so'ng yana boshqa qorini eshitmoqchiman. Ularni ham eshitdim, yana bitta sajda qarz bo'laman. Diqqat qilinglar, demak, o'qiyotgan odamlar soni o'zgarsa, har biriga alohidadan sajda vojib bo'ladi. Tushunarlimi? Masalan, 5 ta qoridan hozir eshitsam men 5 ta qarz bo'laman. 5 ta demak tilovat sajdasi qilishim kerak. Videoda ko'rsatib berdim qanday qilishni. Mana shu masala bor. Endi ayrimlar aytishi mumkin. Buni ham albatta manbasini keltirib ketamiz. Ayrimlar aytishi mumkin, telefon orqali eshitsa, masalan, yoki kaset orqali eshitsa sajda vojib bo'lmaydi deganlar uchun ushbu manbani ko'rsatib ketamiz mana. Manbaga diqqat qilamiz. Assalomu alaykum. Audio tasmalarda sajda oyatini eshitsa, sajda vojib bo'ladimi? Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf rahimahulloh javoblari. Manba 5202-savol. Javob: ixtilofli masala. Ehtiyot yuzasidan sajda qilgan yaxshi. Yana bitta boshqa bir savol javobni ko'rsataman. Qarang. Assalomu alaykum. Meni savolim: agar kompyuterda Qur'on tilovatini eshitganimda sajda oyatini eshitsam, sajda qilamanmi? Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf rahimahulloh javoblari. Manba 1138-savol javob. Javob: sajda qilgan afzal. Ko'rib turibsizlar, Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarini savollar.islom.uz rasmiy savol javoblaridan ikkita manba keltirib ketdim. Shayx hazratlarining o'zlari, demak, kasetada, masalan, diskda yoki bo'lmasa telefonda, umumiy holatda, shu hammasini umumiy holatda, qaysi holatda eshitsangiz ham sajda qilish afzal degan javobni bergan ekanlar. Biz darsligimizga mana shu javobni qo'shib ketdik. Keyingisiga o'tamiz. Xo'p, demak, 9-savolga ha deb yozib qo'yar ekanmiz. Telefon orqali eshitsak, sajda qilamiz. Shayx hazratlarining manbasini keltirib ketdim. Ikkita manba keltirdim yana. Xo'p, keyingisi telefon orqali 5 ta qorini eshitsak, 5 ta sajda qarz bo'lamiz. Ha, boyaga masalan aytdim. Masalan, Alaq surasida 5 ta qorini eshitadigan bo'lsam, 5 xil insondan eshitganim uchun bitta joyda o'tirgan bo'lsam, 5 xil insondan eshityapman-ku. Shuning uchun 5 ta qarz bo'laman ekan. 9-10 masalalar ketdi. Xo'p, endi qarang, men qolganlarini savol-javob holatida davom ettiraman. Siz o'zingiz yozib ketaverasiz. Kelishdikmi 11, 12, 13 qilib masalalarni yozib ketasiz. Hozir ham davom etamiz. Qani masalalar bor. Xo'p, bitta daftarni ko'rsatib ketay, siz yozib oling mana. Xo'p, sajda oyatlari nima? Masalan, mana buni ko'rdik. Keyin sal uzoqlashtiraman. Siz daftaringizga ko'chirib olasiz-ku mana. Ikkinchi sajda oyatlarini o'qigan holat. Xo'p, mana 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi. 8ga o'z javobini yozib qo'yasiz, aytib ketdik. Xo'p, 9-chi, 10-chi holat. 10 ta holat aytdim. Endi hammasini yozib o'tirmayman. Qolganini ekranda ko'rsatib ketaman. Siz 11, 12 qilib o'zingiz qo'shimcha yozib olasiz. Kelishdik-a? Xo'p, 11-chi holatga o'tamiz. Ketdik. Xo'p, keyingi masala. Misol uchun
o'zingiz Qur'oni Karimda o'zbek tilidagi tarjimasini o'qiyapsiz. Misol uchun, Alaq surasini masalan o'qidingiz, Alaq surasi bilasiz, sajda oyati bor. Lekin siz arab tilida emas, o'zbek tilidagi Qur'onni tarjimasini o'qiyapsiz. Shu holatda nima bo'ladi degan masala bo'lsa, Qur'oni Karimda faqat arabchasini o'qigandagina va eshitgandagina sajda qilish vojib bo'ladi. Lekin o'zbek tilidagi tarjimasini o'qishingiz bilan sajda qilish vojib bo'lmaydi. Manba mana ko'rib turibsiz, 137678-savol. Assalomu alaykum. Qur'oni Karimni tarjimasini Tafsiri Hilol dasturi telefondan o'qiyapman. Agar sajda oyatiga kelsak, tarjimasini o'qib bo'lib sajda qilish vojibmi? Zikr oxiridan so'rang hayoti. Va alaykum assalom. Tarjimasini o'qish bilan sajda qilish vojib bo'lmaydi, vallohu a'lam. Uni holatda shu. Demak, Qur'oni Karimda tarjimasini o'qisangiz, sajda qilish vojib bo'lmaydi. Faqat arabchasidagina sajda qilish vojib bo'ladi. Arabcha Qur'on o'qisangizgina, arab tilidagina o'qisangiz. Telefonda o'qiysizmi, kompyuterda o'qiysizmi, o'zbekchasini yo kitobda o'qiysizmi, farqi yo'q. O'zbek tilida o'qiganingiz bilan sajda vojib bo'lmaydi. Endi bundaqa masala bor. Masalan, siz namoz o'qiyapsiz, tasavvur qiling. Namoz o'qib turibsiz, bomdod namozini o'qiyapsiz-da, uyingizdagi farzandingizmi yoki uyingizdagi biron bir inson masalan, shu sajda oyati bor bo'lgan surani yodlayapti, o'tirib yodlayapti-da. Siz uni namozni eshitib qoldingiz, namoz o'qimayapsiz uni. Siz namoz o'qiyotgan paytingizda u baland ovozda o'qigan uchun sizga eshitildi. Shu holatda nima bo'ladi degan masala bor. Bu holatda siz namozingizni tugatasiz. Namozingizni tugatib bo'lgandan keyin bir marta sajda qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Namozdan keyin ichida emas. Namoz ichidagi sajda o'tmaydi unga. Chunki uni siz o'zingiz o'qimayapsiz, namozingizni tashqi tarafdan eshityapsiz, tushunarli-mi? Shuning uchun shunaqa. Endi manbasi mana 232639-savol. Assalomu alaykum. Sajda oyatini namoz o'qiyotgan odam tashqaridan eshitsa, namozni tugatgandan keyin sajda qiladimi? Zikr oxiridan so'rang hayati. Va alaykum assalom. Namozini tugatgandan keyin sajda qiladi. Agar namozni ichida qilsa o'tmaydi, vallohu a'lam. Mana savol javobda ham aytayapti. Siz namoz o'qib turibsiz, tashqaridan bir odam sajda oyati bor bo'lgan oyatni o'qidi. Siz namoz ichida eshitdingiz. U holatda siz namoz ichida qilgan sajdangiz o'tmaydi. Namozni tugatasiz, odatdagi namoz tugatib olasiz-da. Namoz tugatganingizdan so'ng bu videoda ko'rsatganimizdek, nima qilasiz? Bir marta sajda qilib qo'yasiz ekan. Bu masala qanaqa ekan? Siz namozda tashqaridan o'qidi kimdir. Tashqaridan kimdir o'qidi, siz eshitdingiz. Masala shunaqa bo'lyapti. Xo'p, keyingi savol javobga o'tamiz. Keyingi savol javob. Assalomu alaykum. Sajda oyatini ish vaqtida beixtiyor, xayolan, tilim va labim qimirlamagan holda bir necha bor takrorlab yuboryapman. Zikr oxiridan so'rang hayati. Va alaykum assalom. Xayoldan o'tkazish bilan tilovat sajdasi vojib bo'lmaydi, vallohu a'lam. Keyingi savol javob. Assalomu alaykum ustozlar. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Ramazon kechalarida qori akalarimiz Qur'on xatm qilib beradilar. Savolim shuki, nega sajda oyati o'qilganda taroveh namozida sajda qilinmaydi? Zikr oxiridan so'rang hayati. Ular ruku qilishdan avval tilovat sajdasini ham niyat qiladi. Tilovat sajdasi namozda ruku bilan ham ado bo'ladi. Vallohu a'lam. Alaq surasini qanday qilib namozda zam sura qilishni o'rganamiz. Eslatib o'tamiz, Alaq surasini oxirgi oyatida sajda oyati bor. Shuning uchun ushbu surani zam sura qilsak, namozda juda yaxshi bo'ladi. Xo'p, hozir namozda qanday qilib zam sura qilishni va tilovat sajdasi namoz ichida qanday qilinishini batafsil holatda ko'rsatib beramiz. Osonroq bo'lishi uchun biz bomdod namozini 2 rakati misolida ko'rsatib beramiz. Bomdod namozini birinchi rakatiga Alaq surasini o'qiymiz. Biz siz yaxshiroq tushunishingiz uchun e'tiboringizga kadrlarni ko'rsatib boramiz. Diqqat bilan kadrlarga qarang. Bir boshdan ketdik. Xo'p, tasavvur qiling, mana bomdod namozini 2 rakat sunnatini o'qiyapmiz. Xo'p, boshda niyat qilinadi hamda sano duosi o'qilinadi, keyin auzu bismillah aytiladi va Fotiha surasini o'qiymiz, to'g'rimi? Fotiha surasini o'qib bo'lgandan so'ng Amin. Fotiha surasini o'qib bo'ldik. Endi Fotiha surasidan so'ng zam sura o'qishimiz kerak. Zam suraga Alaq surasini o'qiymiz. Qani ketdik. Iqro bismi robbikallazi xalaq. Mana shunaqa holatda Alaq surasini oxirgi oyatigacha o'qiymiz. Alaq surasini o'qib bo'lgandan so'ng Allohu akbar. Subhana robbiyal azim. Subhana robbiyal azim. Subhana robbiyal azim. Sami'allohu liman hamidah. Robbana lakal hamd. Endi sajdaga ketishdan oldin shu turgan holatimizda
qalban dilimizda niyat qilamiz. Tilovat sajdasini qilishni niyat qildim deb qalbimizdan o'tkazamiz. Va endi sajdaga ketamiz. Allohu akbar. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Allohu akbar. Allohu akbar. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Subhana robbiyal a'la. Allohu akbar. E'tibor bergan bo'lsangiz, hozir namozda 2 marta sajda qildik-ku, o'sha sajda bilan tilovat sajdasi ham ado etilgan bo'ladi. Bo'ldi, demak yana bir martaba tilovat sajdasi qilishimiz shart emas. Umumiy xulosa, namozda qilingan 2 marotaba qilingan sajda tilovat sajdasiga ham o'tadi ekan. Xo'p, endi ikkinchi rakatga turdik. Ikkinchi rakatda Fotiha surasini o'qiysiz va Fotiha surasidan keyin yana bitta ixtiyoriy zam sura o'qisangiz bo'ladi. Masalan, Qadr surasini o'qisangiz bo'ladi yoki bo'lmasa boshqa suralarni o'qisangiz bo'ladi. Asosiysi siz o'qiydigan surangiz 96-suradan yuqori bo'lishi kerak. 97, 98-sura yoki 100-sura yoki 112-sura shunaqa suralardan o'qishingiz kerak. Lekin 95, 94-suralarni o'qiy olmaysiz Qur'oni Karimda, tushunarli? Chunki Qur'onda ketma-ketlikka ham rioya qilish kerak. Shuning uchun 97-suradan boshlab o'qisangiz bo'ladi. 98 yoki Ixlos surasini o'qisangiz bo'ladi, 112. Xohlasangiz Qadr surasini o'qisangiz bo'ladi, shunaqa. Bu yerda endi asosiy e'tibor beradigan narsamiz nima ekan? Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, agarda siz Alaq surasini zam sura qilmoqchi bo'lsangiz namozda birinchi rakatga o'qishingiz kerak ekan. Birinchi rakatga. Birinchi e'tibor beradigan narsamiz shu. Nima uchun siz? Chunki namozdagi birinchi rakatda o'qilgan zam sura ikkinchi rakatdagi zam suradan uzun bo'lishi kerak. Shuning uchun birinchi rakatga Alaq surasini zam sura qilsangiz, ikkinchi rakatda masalan Ixlos surasini o'qisangiz, misol uchun yoki Qadr surasini o'qisangiz, Qadr surasining oyat nisbatan ko'proqda u. Shuning uchun yaxshi bo'ladi. Shunaqa o'qigan tavsiya qilinadi. Chunki namozda zam suralar shunaqa holatda o'qilinadi. Birinchi rakatda o'qilgan zam sura ikkinchi rakatdagi zam suradan uzun bo'lishi kerak oyat jihatdan. Xo'p, birinchi farqi shu. Xo'p, ikkinchi farqi esa e'tibor bergan bo'lsangiz, sajdaga ketishdan oldin dilimizda niyat qilishimiz kerak. Eng muhim joyi mana shu. Dilimizda niyat qilishimiz kerak. Shu ikkitagina farqi bor, bo'ldi. Qolgani namozdagidek bir xil bo'laveradi. Odatdagidek namozingizni tugatib qo'yaverasiz. Xo'p, ataylab biz ayollar kadrdan foydalandik. Bu faqat erkaklargami deb o'ylab qolmaslik uchun erkaklar ham, ayollar ham namozda bemalol Alaq surasini zam sura qilsanglar bo'ladi. Endi ayrimlar dalil so'rab qolishi mumkin, yo bundaqa bo'lmaydi deganlar uchun mana dalil ham keltirib ketdik. Savollar.islom.uz ga kirasiz. 182.418 savol javobni ochasiz. Mana manbada yozib qo'yganman. Savol javobning raqami va ushbu savol javobda quyidagi savol so'ralgan. Assalomu alaykum. Alaq surasini oxirgi oyati sajda oyati bilan tamomlanadi. Namozda o'qisa qanday bo'ladi? Zikr ahlidan so'rang hayati. Va alaykum assalom. Sajda oyatini o'qib bo'lib ruku qilasiz va rukudan qaytib dilingizdagi tilovat sajdasini qilishni niyat qilib namozdagi 2 sajdani qilasiz. O'sha sajda bilan tilovat sajdasi ham ado bo'ladi. Vallohu alam. Biz ko'rsatgan videomiz ushbu dalilga asoslanadi va xuddi shu savol javobda aytilganidek biz namozda ko'rsatib berdik. Keyingi videolarimizgacha salomat bo'ling. Videoga like bosib, yaqinlaringizga ulashib qo'yishni unutmang.